Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun mushu Xanta virusi va u keltirib chiqargan Xanta nafas yo'li kasali to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tmoqchi. Tünügünkü xəbərlərə əsaslanğan vaxtıda Xitayning Yunnan ölkəsidə bir kishininki mushu hozir dunyoni andishiga selayotgan vaboda bo'ladigan kasal alomatlarga o'xshash kasal alomatlar sababidan ushtumtut o'lib ketganligi, u odamdan keyin Xanta virusi deb bir virus tepilganligi, shu sababdan u odam bilan bir avtobuzdagi 30 ga yaqin odamning hammasiniki ayrim tutilayotganligi xabar qilingan. Bu xabar mushu hozir Xitoyning Wuhandan tarqagan vabo butun dunyoni andishiga solayotgan bir mezgilda o'tirg'i chiqqanligi uchun nurg'unlagan insonlarda yana bir vaboninki tarqalish ehtimoli bormidi degan andishlarni paydo qildi. Men shu sababdan bu virus to'g'risida ozroq tushuncha berib o'tay dedim. Endi bu Xanta virusi degan qandaq bir virus degan vaqtida bu Xanta virusi hozir shu Xitoyning Wuhandan tarqagan koronavirusi bilan tubdan farqlanadigan bir virus bo'lib, garchi umu RNA virusi bo'lsa-mu, lekin uningki tarqalishchanligi bu hozir Xitoyning Wuhandan tarqagan bir koronavirusidek undaq yuqori emas deb qaralgan bir virus. Bu virus shu Koreyalik olim Hovanli degan kishininki 20 yildek izdenishi natijasida 1976-yili Koreyaning Xantan daryo vodisida chashqandan ayirib chiqarilgan bir virus bo'lib, u virus keyin shu daryoninki nomi bilan atalgan. Bu virus asosliqi chashqanninki cho'ng kichik tarti va badan suyuqligida mavjud. Bu virusninki hozir qadar 12 o'xshamagan turga bo'linganligi, andan keyin dunyoninki mushu o'xshamagan qit'alarda, ya'ni Avstraliyadan boshqa o'xshamagan qit'alarda, o'xshamagan davlatlarda kichik doirada kasal tarqitib kelayotganligi ma'lum. Undaqda Xanta virusi qandaq yuqadi va uning qandaq kasal alomatlari bor degan vaqtida bu Xanta virusi men yuqori deb o'tgandagidek asosliqi mushu chashqanninki cho'ng kichik tarti va badan suyuqligida mavjud bo'lganligi uchun bu asosliqi mushu chashqanninki cho'ng kichik tarti va badan suyuqligi orqali nafas yo'liga yuqadi. Undan boshqa anandan keyin mushu chashqan tishlivilish sababidan yuqadiganligi ma'lum. Ya'ni bu chashqan bilan bevosita uchrashgan kishilar chashqandan cho'ng kichik tarti va badan suyuqligi orqali ajratib chiqargan virusni nafaslanish orqali o'pkaga kirib, o'pkada va börekdə kasal paydo qildiganligi ma'lum. Endi bu kasalninki kasal alomatlari asosliqi shu o'pkaninki zaxmlanishi bilan börekning zaxmlanishi sababidan kelib chiqadigan bo'lib, ko'pincha kasal alomatlari hozir shu Wuhandan tarqagan vabo kasali bilan asosan o'xshib ketadi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida qizish, muskul og'rish, badani titrak besish, albatta bu badan titrak besish deganni hozirgi vaboda ko'rilganligi doklad qilinmagan, lekin qizish, muskul og'rish, anandan keyin quruq yo'tal, bosh og'rish, qusish, yondirish, anandan keyin nafas qisilish degandagidek bu alomatlarning hammasi shu hozir Wuhandan tarqayotgan vabo kasali bilan o'rtaq kasal alomatlari hisoblanadi. Shunga bu virus bilan yuqumlanib kasal alomatlari chiqqan vaqtida uni hozir
hozir tarqavatgan Wuhan'dan tarqavatgan bu vabo bilan derhal farqlantirish biroz qiyin. Shu sababdanmi kishilar bu tunigun bu xabar chiqqandan keyin yana bir vabo tarqalishi mumkinmi degandagidek andisha qilyotidi. Bu kasal hozir qadar mushu 70 yillari shu bayqagandan keyin mushu Avstraliyadan boshqa dunyoninki ko'p davlatlarda, qit'alarda kichik doirada tarqalganligi ma'lum. Bu rasmdagi o'ng tarafdagiga qaraydigan bo'lsak, mushu qizil rangdagi davlatlar bu virus tarqalish biroz ig'ir bo'lgan davlatlar, ya'ni Rossiya, Xitoy degandagidek bu davlatlarda bu virusninki tarqalish ahvoli biroz ig'ir ekan. Hamda xanta virusi odatda faqat chashqandan odamga yuqidi, odamdan odamga yuqmaydi deb qaralgan bo'lsa-mu, shu hozir qadar 2005-yili va 2019-yili ikki qitim shu Janubiy Amerika qit'asiningki Chili va Argentina degan davlatlarda odamdan odamga yuqqanligi doklad qilingan. Bu xanta virusi bilan yuqumlanuvchilarningki o'lib ketish nisbati 36% dan 40% deb qaralgan bo'lib, eng yuqori bo'lganda 50% ga borganligi ma'lum. Hozir qadar hamda bu virusga nisbatan ba'zi vaksinalar mavjud bo'lsa-mu, lekin buningki turi yuqorida men deb o'tgandagidek 12 xil turda bo'lganligi uchun bu vaksinalarningki ba'zilariga nisbatan unumi yaxshi emas, ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida alayda unumlik deb qaralgan vaksina yo'q. Bu kasal hamda hozir qadar shu odamdan odamga keng tarqalish bo'lmaganligi uchun, ya'ni yuqorida ikki qitimliq dokladdan boshqa keng tarqalish bo'lmaganligi uchun bu kasalningki hozir qadar tarqalish doirasi biroz cheklanib kelgan, ya'ni faqatla shu chashqonga yaqin uchrashgan odamlar orasida tarab kelgan. Bu yuqoridagi ikki qitimliq bu dokladdan qargan vaqtida bu virusmi o'zgarish paydo qilib, odamlarda yuqish ehtimol, odamlar bilan odamlar orasida yuqish ehtimoli bo'lishi mumkin. Ya'ni bundaq bir ehtimollikni tamoman yo'q deb qarag'ili bo'lmaydi, lekin hozir qadar 70-yildan tortib hozir qadar bu virusningki tarqalish doirasi alayda keng bo'lmaganligi uchun insonlarningki alayda diqqatini qo'zg'amagan. Bu Xitoyda bayqalgan bu virusningki shu hozir dunyoni andishiga silayotgan shu vabo mazgiliga to'g'ri kelganligi uchun bu medialarda alayda o'rin egallab bizningki diqqatimizni tortgan. Men shu sababdan bu virus to'g'risida qarindoshlarga azroq tushuncha berib o'tay dedim. Bugungi bu savat mishadi oxirlashidi. Hammanglarningki anglag'inglarga rahmat. Agar bu videodan azroq yangi narsalarni o'rgangan bo'lsanglar, ko'plab tarqitib qo'yinglar. Hammanglarga yana bir qitim rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.